Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz o'qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik texnikaning ahamiyati va uni shakllantirish uslublari. Rejamiz 4 qismdan iborat. Birinchi rejamiz pedagogik texnika haqida ma'lumot, ikkinchi rejamiz pedagogik texnika xususiyatlari, uchinchi rejamiz pedagogik texnikani namoyon etishda o'qituvchining tashqi ko'rinishi, to'rtinchi rejamiz pedagogik texnikani egallash mahorati. Mavzuni o'rganish jarayonida quyidagi tayanch tushunchalarni yanada mukammal o'rganib boramiz. Ya'ni pedagogik texnika, imo-ishora, ma'noli qarash, istehsoli tabassum, tarbiyalanuvchi obyekt, aktyorlik san'ati, integratsion usullar, ilg'or va novator o'qituvchilar, ma'naviy va estetik qiyofa, kommunikativ malakalar, gnostik malakalar, pedagogik hamkorlik, mimika, pantomimika, hissiy holat, o'qituvchining anatomik va fiziologik xususiyati, ijobiy tarbiyaviy ta'sir, nutq tempi, ovoz diapazoni, integratsion bilimlar, o'qitish samaradorligi. Va mana shu mavzuni o'rganish uchun bir qancha adabiyotlar ro'yxatini berib qo'yganman. Darsdan tashqari mana shu adabiyotlar ro'yxatida berilgan kitoblarni o'qib, o'rganib, qo'shimcha ma'lumotlar izlab olishingiz mumkin. Pedagogik texnika o'qituvchining nafaqat ta'lim-tarbiya jarayonida, balki butun kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan umumiy pedagogik bilim va malakalar majmuidir. Pedagogik texnikaning muhim jihatlari bu avvalo o'qituvchining mahoratini belgilovchi kasbiy ko'nikmalari hisoblanadi. Ya'ni uning savodli va ifodali so'zlay olishi, o'z fikr mulohazasini va bilimini tushunarli tilda ta'sirchan bayon qilishi, his tuyg'usini jilovlay olishi, o'zining shaxsiy xususiyatlariga xos mimik va pantomimik qobiliyatlarga ega bo'lishi, aniq imo-ishora, ma'noli qarash, rag'batlantiruvchi yoki istehsoli tabassum, so'zning cheksiz qudrati orqali o'quvchilar ongiga va tafakkuriga ta'sir o'tkazishi, hozirjavoblik, psixologik bilimlarga ega bo'lishi kabilardir. Hurmatli talabalar, ayni damda O'zbekistonda pedagogik texnika atamasi ustida bir qancha olimlarimiz ish olib borishmoqda va aniq bir ta'rifga, to'xtamga kelingani yo'q va ayni damda pedagogik texnika tushunchasini olimlarimiz ikkita guruhga bo'lib o'rganyaptilar. Ya'niki birinchi guruh o'qituvchini o'zini shaxsiy fazilatlari bilan bog'liq guruh hisoblanadi, texnikasi hisoblanadi va ikkinchi guruh o'qituvchini o'quvchilar jamoasi bilan ishlash texnikasi, mahorati hisoblanadi. Ya'niki birinchi guruhda nimalarga e'tibor beriladi? Ta'lim-tarbiya jarayonida o'z xatti-harakatlarini boshqarishi, ya'ni o'qituvchini o'ziniki, mimikasi, pantomimikasi. Ikkinchisi, ta'lim-tarbiya jarayonida o'z hissiyotini va kayfiyatini jilovlay olishi, turli nojo'ya ta'sirlarga berilmaslik. Uchinchisi, mukammal ijtimoiy perseptiv qobiliyatga egaligi, ya'ni o'qituvchining diqqati, kuzatuvchanligi va xayoli bilan bog'liq xususiyati. Keyingisi, nutq texnikasini bilishi va o'z o'rnida qo'llay olishi, ya'ni nafas olishi, ovozni boshqarishi, nutq tempi va boshqa xususiyatlarga ega bo'lish jarayoni pedagogik texnikani tashkil etadi degan ta'riflar berilmoqda. Va ikkinchi guruhga o'qituvchining didaktik, tashkilotchilik, konstruktiv, kommunikativ qobiliyatlari hisobga olinadi. Ya'ni shu qobiliyatlarni hisobga olib, ishlatib amalda o'quvchilar jamoasini boshqara olish mahorati ham pedagogik texnikani bitta kuchli ko'rinishi deya ta'rif berilmoqda. Keyingisi, ma'lum bir reja asosida o'z oldiga qo'yilgan talablarni bajarilishini nazorat qilishi. Keyingisi, ta'lim muassasasida va o'quvchilar jamoasida ta'lim-tarbiya bilan bog'liq bo'lgan ijodiy faoliyatni tashkil eta olishi ham pedagogik texnikaning bir ko'rinishi deya ta'riflanmoqda. Va oxirgisi, o'quvchilar bilan pedagogik muloqot jarayonini bir muvozanatda saqlab boshqara olishi ham pedagogik texnikani ajoyib bir ko'rinishlari deya ta'riflanmoqda. Hozirgi zamon o'qituvchisi pedagogik mahorat tizimida pedagogik texnikani rolini
beqiyos deb biladi. Chunki u o'qituvchiga o'z gavdasini tuta bilishi, ya'niki mimika, pantomimika va his tuyg'ulari, emotsiyasini boshqara olishi, ishtiyoq, qobiliyatlar, nutq texnikasini egallashi va ularni o'quv faoliyatida o'qishdan tashqari ta'lim va tarbiyaviy faoliyatlar jarayonida qo'llash yo'llarini tushuntiradi. Demak, pedagogik texnika o'qituvchi kasbiy faoliyatida shunday kasbiy va shaxsiy malakalar yig'indisiki, u o'qituvchining pedagogik faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi, ta'lim tarbiya jarayonini tashkil qilish va boshqarish ishlarida asosiy yo'l ko'rsatuvchi bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi zamon o'qituvchisida quyidagi pedagogik texnika malakalari mujassamlangan bo'lishini ta'kidlaydilar olimlarimiz. Ya'ni birinchisi, o'qituvchining shaxsiy fazilatlari yoki xislatlari, ya'niki bolalarni sevishi, ularga hamohang bo'lishi, dilkash bo'lishi, kamtarligi, mehnatsevarligi va boshqalar nazarda tutiladi. Ikkinchisi, kasbiga xos bilimlari, ya'niki ta'lim tarbiya jarayonini mohiyatini bilishi, pedagogik psixologik bilim asoslarini egallashi, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga asosan psixologik imkoniyatlarini anglashi, tarbiyaviy ta'sir etishning samarali usullaridan oqilona foydalana olishi, ota-onalar va jamoatchilik bilan olib boriladigan faoliyat mazmunini puxta bilishi ham pedagogik texnika malakalarining biri hisoblanar ekan. Keyingisi, kasbiga xos xislatlari, ya'niki milliy mafkura, umuminsoniy qadriyatlar, milliy an'ana va urf-odatlarning asl mohiyatini tushunishi, kuzatuvchanligi, pedagogik qobiliyatga egaligi, o'zini qo'lga olishi, o'zini anglay olishi, pedagogik takt, nutq madaniyati. Keyingisi, shaxsiy pedagogik uddaburonligi. Shaxsiy pedagogik uddaburonligiga quyidagilar kiradi. Ya'ni dars mashg'ulotlarida zarur materiallarni tanlay olishi, o'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarishi, ta'lim tarbiya jarayonini istiqbolli rejalashtirishi, o'quvchilar jamoasini boshqara olishi. Tashkilotchilik malakalariga o'quvchilar jamoasini uyushtira bilishi, turli ziddiyatli vaziyatlarda ham o'quvchilar jamoasini boshqarishi, amaliy muammolarni hal etishda uddaburonligini namoyon eta olish malakalari tashkilotchilik malakalariga kirib ketar ekan. Keyingisi, kommunikativ malakalari, ya'niki o'qituvchini o'quvchilar, ota-onalar, rahbariyat, hamkasblari bilan aloqa o'rnatish malakasi. Bunda nimalarga e'tibor berish kerak? O'quvchilarni o'ziga jalb etishni bilish kerak. O'quvchilar va ota-onalar bilan maqsadga muvofiq pedagogik muloqotlarni tashkil qilishni bilish kerak. O'qituvchi o'quvchilarning jamoada o'zaro munosabatlarida bir xil muvozanatni tartibga solishni zamonaviy o'qituvchi bilishi kerak. Gnostik malakalarini quyidagilar qamrab oladi. O'quvchining asab psixik holati darajasini aniqlay olishi, o'z pedagogik faoliyati natijalarini tanqidiy tahlil qila olishi, ustoz o'qituvchilar mahoratini nazariy va amaliy jihatdan o'rganib borishi, psixologik va pedagogik adabiyotlardan to'g'ri foydalana bilishi, o'quvchilar xulq va atvorini mukammal o'rganishi gnostik malakalar to'plamini tashkil qilar ekan. Endi o'qituvchining ijodiy xislatlarini nimalar belgilaydi? Ular quyidagilar: o'z pedagogik mahoratini doimiy takomillashtirib borishi, o'quvchilarni tarbiyalashda o'z dasturini ishlab chiqishi va uni muvaffaqiyatli amalga oshirishi, o'quvchilar nazari bilan voqelikni tahlil qilish qobiliyati, o'quvchilarga pedagogik ta'sirni, natijalarni oldindan ko'ra olishga intilishi. Pedagogik texnikani mana shu malakalari qaysiki o'qituvchida namoyon bo'lsa, bu o'qituvchi yuksak pedagogik mahoratli o'qituvchi deya ta'riflanadi. Pedagogik texnikani namoyon etishda o'qituvchining tashqi ko'rinishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni o'qituvchining tashqi ko'rinishi pedagogik texnikasini namoyon etadi. Har qanday insoniy tashqi ko'rinishi atrofdagilarga estetik ma'no va zavq kasb etib, doimiy e'tiborda bo'lishini unutmasligimiz kerak.
O'qituvchining tashqi ko'rinishini asosan namoyish etuvchi muhim xususiyatlari uning chehrasidagi mehribonlik, jiddiylik, yurishida bosiqlik va tabiiylikdir. O'qituvchi sinfga kirishi bilan so'zsiz o'quvchilar e'tiborida bo'ladi. Ular bilan muloqotga kirishadi. Sinf sahnasida bajarilayotgan uning xoh ijobiy, xoh salbiy xatti-harakati o'quvchilarga ta'sirini o'tkaza boshlaydi. Ayniqsa yosh o'qituvchilar ilk bor darsga kirishidan oldin his hayajonini, qo'rquvlarini yengishlari, o'zlarini erkin tutishlari, birinchi dars paytida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday muvaffaqiyatsizliklardan o'zini yo'qotib qo'ymasligi kerak. O'qituvchining pedagogik texnikasini mukammal namoyon etadigan hodisalardan yana biri mimika va pantomimikadir. Mimika bu o'z fikrlarini, kayfiyatini, holatini, hissiyotini qosh, ko'z va chehra muskullarining harakati bilan namoyon qilish san'ati hisoblanadi. Ba'zan o'qituvchi chehrasining va nigohining ifodasi o'quvchilarga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Pantomimika esa bu o'qituvchining gavdasi, qo'l, oyoq harakatlarini tartibga soluvchi uslub hisoblanadi. O'qituvchilarning ta'lim-tarbiyaviy faoliyatida o'quvchilar bilan muloqoti muhim ahamiyat kasb etishi barchaga ma'lum. Biroq o'quvchilar bilan muloqotda o'qituvchining pantomimikasi, ya'ni gavda, qo'l, oyoq harakati to'g'ri ifodalanmasa, ta'lim-tarbiyaga asoslangan muloqot natija bermasligi mumkin. O'qituvchi o'z gavdasi, qo'li, oyoq harakatlarining holati orqali har qanday pedagogik ma'lumotlarning obrazini chiza olishi, yarata olishi kerak bo'ladi va bundan o'quvchilar zavqlanishi kerak. Ular ichki his-tuyg'ulari, tashqi hissiyotlari bilan qo'shilib butun ongini o'quv materiallari mazmunini o'zlashtirishga qaratadilar. Pantomimika gavdani rost tutib yura bilish, qo'l va oyoq harakatlarini bir-biriga mosligi, fikrlarni aniq va to'liq bayon qilib, qo'lini, boshini turli harakatlarda ifodalash o'qituvchining o'z bilimiga, kuchiga ishonchini bildiradi. Shuning uchun o'qituvchining o'quvchilar oldida o'zini tuta bilish holatini tarbiyalashi lozim. O'qituvchining yurishi, qo'l, oyoq va gavda harakatlari orqali imo ishoralari ortiqcha harakatlardan xoli bo'lishi kerak. Masalan, auditoriyada orqaga, oldinga tez-tez yurish yoki qo'llar bilan turli xil haddan tashqari ko'p imo ishora qilish, boshini har tomonga egish, orqaga, oldinga tez-tez yurish va boshqa harakatlar o'qituvchini obraziga salbiy chizgilarni kirita oladi. Bunday holatlar dars davomida o'quvchilarning e'tiborini bo'lib, g'ashini keltiradi va o'rganilayotgan fanga o'qituvchiga nisbatan hurmatsizlik kayfiyatini uyg'otishi mumkin. Pedagogik texnikani egallash mahorati. Bizda pedagogik texnikani bir qancha yo'llar bilan egallashimiz mumkin ekan. Ya'ni birinchisi, o'qituvchi o'zlashtirishi lozim bo'lgan pedagogik texnikaning muhim tarkibiy qismlaridan biri uning nutq texnikasidir. Ya'ni nutq tempi, diksiyasi, tovush ohangini baland, o'rta, past qila olishi va boshqalar buni ichiga kirib ketadi. Ikkinchisi, pedagogik texnika malakalarini mukammal egallash uchun avvalo o'qituvchi o'z fanini, o'qitadigan predmetini boshqa fanlar bilan o'zaro aloqadorlikda bilishi, pedagogik va axborot texnologiyalarini, pedagogika, psixologiya fanlari asoslarini davr taraqqiyoti darajasida bilishi, kasbiy jihatdan o'z-o'zini tarbiya oladigan bo'lishi zarur. Uchinchisi, pedagogik texnika sirlarini mukammal bilish o'qituvchining tashkiliy metodik malakalarini egallashga ham bog'liq. Bu malakalar zarur bilimlar bo'yicha ma'ruzalarni tinglash, maxsus adabiyotlarni o'qish orqali qo'lga kiritiladi. Tashkiliy metodik malakalar aytilgan yo'l yo'riqlar, ko'rsatmalarning o'zining individual kasbiy tajribasida sinab, ko'nikma hosil qilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. To'rtinchisi, pedagogik texnikani bir maromda egallashda har bir o'qituvchining o'z individual dasturini ishlab chiqishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday dasturni
tuzishdan oldin o'qituvchi o'zida pedagogik texnika malakalarini shakllanganligining boshlang'ich darajasini aniqlab olishi zarur. Ya'ni o'qituvchining dastlabki o'quv tarbiyaviy ishlari natijalarida nutq madaniyatining to'g'ri yoki noto'g'ri qo'yilishida, harakatidagi mimik va pantomimik holatlarda ro'y beradigan nuqsonlar e'tirof etiladi. Bunda natija yaxshi bo'lsa, kelajakda pedagogik texnikani egallash ancha oson bo'ladi. Va oxirgisi shuni ham unutmaslik lozimki, pedagogik texnikani namoyish etishda o'qituvchining umumiy madaniyati, ma'naviy va estetik dunyoqarashi muhim o'rin tutadi. Agar o'qituvchining tashqi ko'rinishi qashshoq, so'zlarini talaffuz qilish qobiliyati past, estetik jihatdan omi, bo'lar bo'lmas voqealarga nisbatan o'z hissiyotlariga erk beradigan bo'lsa, o'qituvchi tarbiyalanuvchilarning, ya'ni o'quvchilarning e'tiqodiga, aql idrokiga, bilish va anglash tafakkuriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, o'qituvchi o'zidagi ana shu nuqsonlarni qayta tarbiyalay bilishi kerak. Hurmatli talabalar, biz siz bilan pedagogik texnikani egallash mahorati, sir asrorlari, amaliyotda ko'rinishlari haqida gaplashdik. Uyga vazifa qilib pedagogik texnikani mukammal o'rganib kelish, YouTubedan, Googledan, sun'iy intellektdan qo'shimcha ma'lumotlar izlash va daftarga qo'shimcha ma'lumotlarni yozib kelish, qayd etib kelish beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.